Büyük Giyormo şəhərinin qocisi bu hayvatlik şəhər sepilini qurğan. Şuna biz tinch turmushqa erişəlidik. Çünki bu sepil çoğ ham qilin bo'g'ashqila büyük atalgan. Bundaq kapsizlik qilma, Agram. Ha? Kapsizlik qilmadim-ku. Men faqat ilk rivoyatni so'zlab qo'ydim shu. Garchi yolg'on bo'lsa-mu. Nimishqa? Çünki bekle zerikib ketdim. Bu Giyormo şəhərdə bo'lgan rivoyat palvalarni qanday qilib razillarga taqobil turganligi so'zlangan hikoya. Ha. Hammasi butunlay quruq gap. Men tavakkülchilikka intilman. Mening sepil sirtidagi dunyoni ko'rib boqqanman. Bunda qisqa bo'lmaydi. Kim bo'lmaydi debdi? Men hozirla artilib o'taman. Men o'yinni baqay. Hammaylar shundaq degan. To'g'ri. Men tuniydigan hamma kishi shundaq degan. Men ya odatli odam bo'lsam, men degan Agram, dunyoning g'o'jisi. Men yana To'xta, nima ish qilyapsan? Men bunga tanpamayman kundi. Sening qaring bo'lsa mayli, biroq men qo'yvat. Agar sen bayqalib qolsang, sepilni buzib qo'ysang ish chataq. Yura ketayli, yura. Qo'yvat. Agar sen qo'rqqan bo'lsang, sen ketavagin. Amsi men maqdim. Bu nima? Ha? Ha? Qiziq. İşte zaten nimbadı. Ha? Bu nimadir? Sen kim? Hey Shumtak, sen kim? Nereden kelgan bo'lsang, shu yerga qaytqin. Sen zadi kim? Qaltismaker, en sadaqatman hem kamtar elchiman. Maker degan kim u? Geomir parçalıqının burun qamkalik o'zidki shohi, sen onun ba'zi narsalarga varislik qilding. Nimalar istamamadi, hech nima yo'q. Avval gapimni angla. Ha, endi ko'rgansan, qaysimiz yomon ekanmiz? Kondo! Tezkila! Bir menga hujum qilyapti. Nima ish signal chalasan? Bir maxluq bor ekan, bir maxluq. Faqat jiddiy ahvolda o't tashlashni ursang bo'ladi. Hozir ahvol jiddiy. Bir g'oya sur butun badani o't qaplagan maxluq sepilning ichidan chiqdi toki. Sening tasavvuring bakla kuchlikka, ammo bu qamlashmagan gaplaringmi bo'pti-day. Faqat jiddiy ahvolda ondan bu toshlarni bossang bo'ladi. Ha? To'xta. Bir maxluq bizning yez tarafga qarab keldi. Bir maxluq? Sen uni bu taraf kelyapti dedingmi? Ammo u qandayroq narsa ekan? Uning chiroyi mundaqkan, bir jup yo'g'on ko'zlar ichilgan. Qara, mana mundaq. U xo'jayinning bir narsani qaytirib akatga kelyapti. Uning xo'jayini makir ekan. Anglamoqqa bak qo'rqinchli ekan. Biroq men sening bu oq pitliq palvon to'g'risida hikoyangni bakli yoqtirdim. Sen tezroq bir ish qilsang bo'lmaydi. Nima qilmayman, menga ishlamaslar. To'xtab tur. Men sana ishonaman, kichik. Yana bir maxluq paydo bo'ldi-ku. Kayningirak tur, birodar. Bo'lmasa men uydagilarga deb qo'yman. Sen sepil tarafda bir maxluqni ko'rdingmi? Noit g'azablangan garmit. Sen qanday bilasan? Men maxluq emas. Men bir aql farosatga ega donishman. Nurg'un ishlarni sen unutib ketsan, ammo men yana eslab turaman, shahzoda. Shahzoda olilari? O g'azabkor garmitning yana keladiganligini bilaman. Faqat bir narsani izlagili keladi. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Sening Giyormo toshlaringning yuziga uyushtirilgan.
Vay. O çağda Giyermo takım aralları bir parça kuruluk idi. Garmit mi bölünmegen. Gıras Haniş'nin hükümranlıqida bu zimin güllep yaşnagan. O kudretli güç mənbəsi. Giyermo'nun köngüldeki bir cəlibkar kristal idi. O kristal tolama güçlük, nurgun kişiler tartılışqı ornatdı. Makir g'azabkar garmitning hükümranı. O kristalni özünün qilib üçün bu tinish xotirjam makonni cho'nqur zulmatga patirdi. Kishilar orqa-orqadan qarshi chiqdi. Germo podshohligidagi har qaysi qabilalarmo askar chiqarib qarshi harakatga otlandi. Bu qudratli garmit hukmdori makirni tarmar qildi. Biroq keskin ilishda Germo kristali par-par bo'lib ketdi. Uy qaytgan har bir azmat bir parchadan ip ketishdi. Hayvat sepilni yasab chiqib, o'z makonini qo'didi ham kristal parchalarini sepil ostiga ko'mib, boshqalarning yana qaytadan jipslashtira olmasligini tiladi. Shunda qilib, qaytadan bu buyuk ziminga hukmronlik qildi. Ha? Germo hukmroni shunga qadimki urvayatlar rostganda. Sen bu hikoyalarga ishonma shahzoda. Xuddi boshqalar sening gapingga ishonmagandek. Sen nimish meni bunaqa qataysan? Sen bu tashqi egi bo'g'ichi. Sen degan Tanrıqut o'g'li, sening peshonangga xon vorisi bo'lib, xalqni qo'g'dash bitilgan. Sen degan Germo shoyisan. Men biroq iliq maxluq meni qo'g'laganda men hech kimni qo'g'dayolmadim-ku. O degan ot shori. Unimi? Men qara birodar, men o'sipilda yamishib chiqanmadim. Qandaqsiga Germo taqim orallarga har bir kishini qo'g'day olaydim. Ha? Neymiş bo'ldi? Ot shori sana agishib ketdi. Kakferlarga ketdi. Mayli qandaqli bo'lsin, uningga Germo tishini tatqizib qo'yma. Tushundingmi? Bu yoq chiq, to'qi yurak. Men uni qandaq yengolay? Mening unchalik kuchim yo'q. Sen de ba, mana munda qilsangli bo'ladi. Qarg'ini butunlay toshgan. Bu nima sadi? Bu Germo tishining sana ato qilgan kuchi og'ram. Ammo esingda bo'lsin-ki, taqdir degan bir qo'shpist xanjardir. Sen hozir erishgan kuch tasavvuringdan eshib ketalaydi. Men tushundim. Men yurtimni qo'g'dash uchun u o'tchar bilan oxirgacha ilishiman. To'xta. Muhofizachilar yo'q. Sen o'zingni kontrol qila olmaysan. Agram, qaytib kel. Men cho'qim yurtimni qo'g'dayman. Bundaqlik qilsang bo'lmaydi. Uning ustiga mening ismimmi donishman emas. Tantak bola. Qudratli makir, men bir toshni payqadim. Kun petishni avval u sizga mansub xo'jayin. Nayt yaxshi. Meni naumid qo'yma o'tshari. Xo'jayin, xotirjam bo'ling. Hay o'tbash. Sen asli fursatni chin tutib ketishing kerakdi. Qarg'an sen ega bo'lgan kuchni bilyapsan-da. Biroq hech gap yo'q. O tosh meni tava. Bildingmi? Ha? O sana shunchalik kerakmi? Undaqda kelib olmamsan. Yaxshi. Ha. O'ylaganimdek bo'ldi. Asqatmas kuchingni qandoq ishiltishni bilmabsan. Kela. Bana haqiqiy kuchingni ko'z tupa. Sende zo'r kuch bor zamonning hukmroni. Biroq tartiblik sistemi yo'q. Sen birsining yetaklishiga muhtoj. Men sana yordam bergili keldim. Ha, ma'qul.
Belki sen rastlığı yardım kılasan. Bırak, ben de bayıl onu bile uçurashdim. Ahmaqma bir qancha qitim ishiltilishi mumkin. Yosh yigit, nasihatimga quloq sol. Bo'lmasa sen boshlanmay turibla mag'lub bo'lasan. Garmit ishining kuchi bo'lgankan, zaman sening yaxshi yordamching. Ular sening erishishingga yordam qiladi. O'rnidan tura. Avayla. Vazkeşkin Soltek, sen hergiz bu utaşның küçüğü mas emas. Onu maң berip tinish turmushingga qayt. Tinchlik? To'g'ri, dal shundoq. Ay! Şundaqmı Soltek? Sening aram mushunchalik karomating bormi? Hey! Ahmaqliqingdan bir parcha tashqil o'xshaydi ekansa. Zamoninglardagi garmitlar mana mushunchaliklar. Men aç kelgüsünü bir nima demakdas? Danishman. Men rastlı yordamga muhtoj. Qaramliq qilma Agram. Odami, mening taginimni bilib qolmasin. Garmitning kelgusi sening qo'lingda. Qarg'andi kelgusim chatoq o'xshamamdi. O'zing qarab bir ish qil. Sening quraling aksichi sang to'sqinlik qildi. Yer sening chaqirqingni kutmoqda. Mening chaqirqimni endi bo'ldi. Kimga gap qilyapsan? Sarang bo'ldingmi, ha? Undaqda sen uni ko'ranmamsan, ha? Men faqat bir qo'rqib ketgan ahmoq shumtakni ko'ryapman. Dushmanning harakatiga qarab uningga taqobil tur. Yer sening chaqirqingni kutyapti. Endi ahmoqlik qilma. Hey! Undaqda buni bilamsan, ha? Taşar! Kim qo'rqinchoq ahmoqkan, ha? Qani deyna. Bay bir o'sma maxluq, endi bir tasvir maxluq paydo bo'libdi alilari. Tez qachoylar ular yuzimizni vayron qilib o'tishi mumkin. Ya, men sizlarni quvdig'ili keldim. Men xofirlarni quvdig'ili keldim. Xofirlarni quvdig'ili? Sen bo'g'ochqilar bu tajovuzchi bu yerga kelgan. Ha? Oh, yo'q. Men buni bu yerga boshlab keldim. Shundaqmi? Men jang qilishga oldirdim. Biroq men yezimizni asga olmabdiman. Agar o meni yana qo'g'lavasa, men uni agashtirib, yesimizdan olib chiqib ketay. Uning bilan yakki tutishay. Shundaq bo'lgandilar, gunohsiz kishilarga ziyon solmaydi. O chori, meni tutishni xohlamsan? Undaq kelib meni tutqin. O balkim dal biz muhtoj bo'lgan qahramon. Agar uning o'lib o'lishi amalga oshmasa. Nemish qilyapsan kundo? Nemish qilgan kerak ketmaysan. Nemish qilyapsan? Yosh qilib qo'ymaysan. Sen maxluq bizning yuzimizni vayron qilding. Mening do'stimni nima qilganini texib bilmayman. Men Agram kundo. Men Agram. Sen mening ismimni qanday bilasan? Deyman. O'zingni besol amdishangansan. Agram? Vah, qaltisqo. Sen qandaqsiga? Yo'q, sen qayalardan? Yo'q, bu qandaq mumkin bo'lsin? Sana desam ishonmasliging mumkin. Ha, mening hozir bu gaplarni aytgan vaqtim qiz. Birsi meni qo'g'layotdi, shundaqla. Shundaqla yeningga kap bo'ldi. Agram, bu kim? O degan razil maxluq. To'g'ri, men bundaq atashni yoqtiraman. Endi garmit ishini tez chiqa, bo'lmaydi ekan. Men sizlarga haqiqiy qabihlikni ko'rsatib qo'yman. Mening xo'jayinim o toshni qo'lga tushirishni xohlaydi. Balki men qilib qilishim mumkin. Uni menga ber, tez bo'l.
Kondo tez qaç. Agram. Kondo tez qaç. Sen aslı o taşını ilişte qalabsan. Ziminning qo'ychisi bo'g'inim uchun mening mo'tashni sana bergim bor. Agram, meni qutqizib ol. Tez o'zgar, meni qutqizib ol. Bu o'yin emas shumtak. Qarshi turabsan do'stingmi? O'zing tanla. Kuch azaldan seni zo'raytmaydi. O'zingni sinchilab kuzat yigit. Taşni sana beray. Undaqda do'stimni qo'yib atgan qandaq? Tanlashing nihoyat to'g'ri bo'ldi. Bu nur chiqarganda bakmi qisqarlik bo'ladi ekan. To'g'ri nayrangvozlik qilmay tez uni chiqar. Mana ole. Oxiri mening bo'ldi. Shuncha yillardan beri. Sen oshko'z garmitning hikoyasini anglamaganmi? Oshko'z garmit oxiri eshitimiga erishamaydi. Zaman kuchingni ko'rsat. Kondo o'zingni chatga ol. Men o'zim chiqay. Menchi bu qitim yaxshi bo'ldi. Men boshda deganimdek, zaminning xodisi, haqiqiy kuch yanada o'zingda. Shundoqla o'zining tabiiy kuchi. Vah. Mortlar ko'zayniki garmit hukmronning yo'shirilgan garmitlarni ko'ra olishiga yordam berdi. Buni jazman bilib ol. Biroq Konto'ga yordam qilolmadim. Ko'zlaringni yo'g'on osh shahzoda, cheksiz garmitga nazar tashla. Ularni chaqir, yarat, to'pla. Vah. Men o'tcharni izlayman. Uni yengaman. Ha? Barliq garmitlar, chaqirig'imga quloq solinglar. Men qo'ral yo'lladim. Mumkin emas. Sening meni yengishing mumkin emas. Shak kichik rasli seni yengalaydi, lekin men degan bu zaminning hukmdori Tosh bo'ron. Bakli qaltis bo'ldi. Biroq meni sen hurmat bildiramdiki deb qama buyuk hukmron. Sen o taşni ipkenmepsen. Qani ayta, bir shumtak qandoqlaysa seni yengib oldi, ha? O shumtak emaskan. O zaminning hukmroni, men qasam qilay, Germo hukmroni qaytib paydo bo'pti. Bu Germo hukmronimi jazman mag'lub bo'ladi. Sen endi qachon qaytib kelasan? Qilishga tegishli ishimni qilib bo'lgandan keyin, mayli qandoqli ish bo'lmasin, men berishim kerak. Hikoyaning oxirining bir go'zal yeshim bo'lishiga tilakdashman ag'ina. Hammasi endi boshlandi. Ansirmagan. Men tezlik qaytib kelaman. Men vaqti kelganda nurg'ulg'an qizqarliq bo'lgan do'stlarni boshlab kelaman ko'ndo. Bizdek do'stlarni hargiz unutib qolma. Sen eng yaxshi do'stim, hargiz unutib qolmayman. Ha. O'zingni asirg'in. Xo'sh, brother. Xo'sh. Keyin ko'rishaylik. Xo'sh.
Sana nəhayət ayan. Əməliyyatda mən nəyə verişini faqatla bilmədim. Əməliyyat sən, odun meniyotqanlığını biləsən. Aldımızdakı qaya o. Yeni zaman, yeni kürəş, yeni təvəkkülçilik, yeni qiyinçilik, yeni dost. Yığıb etqanda taqdirini boylab aldınğı qarab dağdan qədəm al. Ha, sən davamlıq müşündaq gəplərini qılamsan. Xodu tepişmaq sözügəngi oxşaş. Köpünç şundaq. Biz müşündaq piyadı mağamdıq. Bunu özün bekitsən. Özünü sayahatki mingiyotiman deb, yoki bir yeni bayqalğan qiyafəti deb oylasanmı bo'laverdi. Zaminning hukmroni. Mən garmit ilmintidən paydalanıb, texmi köp qoral yasay alamdım. Nemişki ol adamı so'rab baxmaysan? Yaxşı bo'ldi. Mən bir uçqur maşını yasayman. Yo'lga chiqaylik.